Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Xudo xolasa Toshkentga ko'rkamiz tayyorlanyapti. Pad zakasi ish. Bu yerda ham turibdi mana. Hammasi Xudo xolasa 15-kuni yo'lga chiqamiz, kech payt olib ketamiz. Juma bo'larmikin? Shu chizlarni xullas juma, shanba inshaalloh Toshkentda bo'lamiz. Bemalol telefon qilib, aloqa chiqib, joylarni o'lchatib, netib qildira olasizlar. Xudo xolasa buni videosini ham qo'yamiz. Bu g'aladonlari. Eng qizig'i ba'zisi chizilgan ham yo'g'i. Qo'lpislari ham yo'q. MDFda bo'ladi, bilasizlar Toshkentlikni. Eurostylishga tayyor tesh berilgan, ba'zisi ham yo'q. Sotki holatda bo'lgan. Bularni biz bozor standartchilarimiz. Bolalar shagird bolalar ishlayapti. Ustaxona jicha barda yo'q ketdi. Kashtayma materialdan tanladi. Egasi bozorga ishlayapmiz. Xullas, olinglar bardak. E'tibor qilmaysizlar. Ish ko'p, xudo xolasa. Kichkina shagird olib chiqdingizmi? Qori bola. Kichkina shagirdimiz mana. Deb sinabdi. Velosiped yomon talib ketdilar. Mana shu bolani qo'llaridan o'tadi hamma yo'q. Bitta. Eng kichkina yosh shagirdlarimizdan bitta like bosinglar deb qo'ying. Bitta like bosinglar deb qo'ying. Mana teshib qo'yibdilar, shumtak emas. Xudo xolasa, juda chiroyli olyapti ishlar. U bozordagi, bozor standart ishlar u. Bular zakasi. Shu holatda upakovka holatda boriladi, uyingizda zborka holatda qilib beriladi, chiroyli qilib. Xudo xolasa bitganini arzonni qilib beramiz. Kimga ishlarimiz qiziq bo'lsa, qolgan videolarni ko'rib, bitta like bosib, xudo xolasa bemalol aloqa chiqishinglar mumkin.